Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. Mana bugun 2025 sanamiz 11-iyun. Mana yangiliklarimiz bor. Tovuslar olib keldik. Tovuslarimizda tuxumlari bor. Kimdaki tovus ko'paytiraman desa, o'chirib kurk narsalar bo'lsa bemalol har doimgidek 91-473-05-09 ga telefon qilaverasizlar. Tovus tuxumlarimiz bor, sotiladi. Kurk bo'lsa kurkalar ochib chiqoladi tovus tuxumini bemalol. Mana shunday ikkita makon, ikkita xo'rozi bor. Tuxumlari nechta desangiz, qo'ldan kelgancha taxlab beraman. Mana shunday ko'paytiryapmiz parrandalarni har xilcha sortidan. Bitta dumcha yozing qani, ko'rishsin muxlislarimiz. Bitta bo'lsin qani. Davay. Makoni bilan qo'shilayotgan vaqtlari tumini ushbu o'zlarini makonlarini o'ziga jalb qilish uchun dumlarini zo'r yozadilar. Mana shu yantog'imizni usti ham boshda yadi, bahorimgina bo'lib yurmasa, tug'otgan joylari ham shu o'yla yashirincha noyob joylar tuxum qo'yishadilar. Mana tuxumlari qarong'iroq bo'lib qolib vaqimiz. Mana tuxumlari ko'rinayotgan bo'lsa agar, svejigina tuxumchalar. Qarong'iroq bo'lib qoldi. Uncha yaxshi ko'rinmayapti. Mana shunday hozircha og'ilxonaga qo'yib qo'yamiz. Paka joy qilganimizcha manshargina saqlab turamiz. Joylarni taxlaganimizdan keyin nasib bo'lsa bular bir chiroyligina yana katta qilish niyatimiz bor. Mana oddiy yunichqa bira, ikkovi ham bitta narsa. Kimgadir yunichqa deyishar, kimgadir bira deyishar. Mana shunday ozuqalari bodom, start yem, bug'doy. Mana shunday ozuqa beramiz. Shunaqa gaplar jigarlar. Mana o'sha xonadon, o'sha hovli. Kimlardir boshqa joylardan video qilib chiqaryapsiz deydi. Bizda videolar shu ikkita joyga
parrandalarimiz bu. Bittasi o'zimni hovlimga. Adres Qavali mahallasi, Chilonzor ko'chasi, 13-uy. Yana bitta oson variant topib olinayotgan damkumxona bu uyimni to'g'risi ansharga kelsangiz, ismim Abbos. Abbosni uyi qaysi desa 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma taniydi. Ko'rsatib yuborishadi, bemalol topib kelishga qiynalmaysiz. Qavali mahallasi, masjidni damkumxonani to'g'risiga 13-uy bizda xonadon bo'ladi. Kelaverasizlar. Bunaqa yuzchalarimiz bor. Bir 153 jo'jamiz bor. Bitta kurka olib yuribdi shular barisini. Xonamizdan changib ketdi. Barisi mesni xonaki uyda damashni jo'jalari. Nasib bo'lsa kelgusi yil tuxumlar o'zimizdan bemalol tuxumga telefon qilishlarini, keyin nasib bo'lsa tog' bo'lgandan keyin tuxumlardan ham ochirishga yetkazib beramiz. Parranda ko'paytiruvchi akaxonlarimiz, ukalarimizga, opa, singil kimdaki boqayotgan parranda ishqiboz muxlislarimizga qo'ldan kelganicha mana shunday parrandalarimizni o'rgatib, bilganlarimizni, bilmaganlarimizni o'rganib, hamrohlarimiz bilan maslahatlash. Mana jo'chalar, mana kataychalari, chor atrofi setka. Tovuqlarimizga anchag'dan joy taxlayapman. Jo'jachalar bular tuxumlikka tovuq. Ashkadejani 50 mingga sotib olib keldim mol bozordan.
Bog'i dehqonchilik.